Ramazon tavsiyasi nomer 2. Hozirgi kunda suv ichish tartibini tabiiy buzilish natijasida juda ham ko'p insonda qon tomir ichida turoq hosil bo'lish xavfi, qon quyuqlashishi, qon bosimi oshishi, yurak og'riqi, bosh og'riqi juda ham ko'p kuzatiladi. Endi bularni oldini olish uchun tavsiya amaliyotda ilmda juda ham isbotlab qo'yilgan. Kerak bo'ladi bitta dona o'rtacha anor, yarimta limon va kichkina gazlangan suv. Anorni olib turib yaxshilab siqib olasizlar. Limonni yaxshilab siqasizlar, ustidan gazlangan suvni solasizlar, kechqurun ovqatlanishdan keyin ichsanglar bo'ldi. Bemorlarda, tanish bilishlarga tavsiya qilgan odamlarda juda ham zo'r natijalarga erishyapti. Qon suyilyapti, давление tushyapti. Mana shu hammasini dorilardan qutulishyapti. Yana tabiiy organik anorli shifobaxsh so'k bo'ladi sizlarga. Albatta like bosib, kommentariyaga yozib, yaqinlarga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlardan bitta komment, rahmat.